Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Xudo xolasa yana birsi Shovotdagi qurilishimizga keldik. Bu yerda ham Passat ishi bor ekan. Hozir mana uylarni kuzatamiz. Mana shu domimiz Passat ishlari. Bu yer tayyor turganda traktör uriladi ekan. Ana o yoqalarni svetlarni, setkilarni urib ishlaverish kerak. Bu arka taraflar ekan. Ünitelari bor. Bir, ikki, üç podiyez. 8 etajdan. Resimiz Urganchdan kelishda Shovot Kurug'dan o'ngaylanasiz. Yine Shovot Birinson Texnikum Duşunda. Kurug'dan kelishda şöyle. Texnikum Duşu. 3 sidaniya bir yerde. Nömerlerini koyaman, telefonlaşıp kelaverasizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat.